Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugungi shu yig'ilishimizdan sebep tadbirkorlar muammosini o'rganib, shu muammosini hal etish orqali ish o'rni yaratish, ma'lumotlar biznes rivojlantirish bank hamkorlik xizmatlari markazi rahbariman. Shunda birinchi tadbirkorimiz hamkorlik bankasi imtiyozli. Muammolarni aytasiz, muammo keyin bizlarga yordam. Siz 680 milyon so'm kredit olishga murojaat etgan ekansiz. Fitness klub açışı. Fitness klub ochish bo'yichami? Necha ish o'rni yaratasiz bunda? 5 ish o'rni. İşimiz bitse 5 ish o'rni. Bo'ldi, belgilangan tartibda ariza bering. Ariza beringizini ko'rib chiqamiz, agar bitsa 5 ish o'rni yaratasiz. Keyingi tadbirkorimiz Muhammad Husnixonov bozorga. Siz quyosh paneli olish uchun 63 milyon. 63 milyon. 900. Bu eğer quyosh paneli qo'ysangiz ish o'rni yaratasizmi? Nima hisobini yaratasiz? Elektr energiyani tejash hisobini, boshqa ish o'rni olasiz, shu hisoblanmaydi? Necha ish o'rni yaratasiz? 2 işçi almalıyız. 2 ish o'rni. Shu bo'lmasa siz belgilangan tartibda ariza berib chiqamiz. Keyingi muzojimiz hamkor yordamchisi. Sen o 220 milyon so'm kredit ehtiyojimiz borligini aytishsa, maxsus texnika olacak ekansiz. Necha ish o'rni yaratasiz bu kredit asosan? 3 iş oynayalım. 3 ish o'rni. Bo'ldi, sen belgilangan tartibda ariza beringizlar. Rahmat. Keyingi tadbirkorimiz Masharipov Qo'shunov. Siz nima? Sarasılık boyunca 55 milyon. 55 milyon kredit. Çamal olasizmi? 3. 3. Necha ish o'rni yaratasiz? Bakası 2. 2. Rahmat, sen bize belgilangan tartibda ariza bering. Bo'ldi.